talab qilishingiz mumkin bo'lgan. Mana xizmat guvohnomamda Katta serjant Qalandarov Bekzod Tursunovich. Xo'sh, Tursunovich emas, To'rayevich. To'rayevich. Bu nima raqami, nomeri, xo'sh. Bo'ldi. Xo'p, katta serjant. Ana endi sizdan bitta iltimosim bor. Bemalol eshitaman. Menga o'sha nimamni fakt qilib siz dokazat qila olmay, hozir xohlagan narsani xohlagan holatga yozaverasizmi siz boshliq? Hurmatli haydovchi, siz harakat davomida Ma'muriy javobgarlik kodeksining 128-moddasini prim 9-bandini buzib harakatlandingiz. Yo'l harakat qoidalarining 86-bandi. Siz buzib harakatlandingiz. Shu sababdan sizni to'xtatdim. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapman. Yana savolingiz bo'lsa bering. Mana o'sha buzgan holatimni siz haqiqatan qoidabuzarligingizni tan olmayapsiz. Yo'q, mana shuncha odam o'tiribdi. Siz menga hozir qanday siz shuni fakt qilib berasiz? Sizda hozir bitta xolis to'xtataman-da. Xolis. U xolisni qanday to'xtatasiz vaqtiga? Aka, bir minutga keling. Xolis to'xtatib menga hech kimni quvvatganimiz yo'q. Meni bilmasam. Men xolisam soxta xolis qilaman deb turman. Shuncha odamlar bor. Ana yo'ldan harakatlanib kelayotgan haydovchini to'xtatdik. Xo'sh. Ha, bu yo'q ko'rgan yo'q. Bu kishi bilan bir bu yozib boribdi. Suhbatimizga xolis sifatida. Xo'sh. Mana kelyapti bu kishidan xolis bo'ladi bu kishi ikkalamiz suhbatimizga. Endi bu yo'q. Assalomu alaykum Qalandarovman, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hurmatli haydovchi, hujjatingizni olib keling. Ikkalamiz suhbatimizga xolis bo'lasiz. Shu maqsadda to'xtatsangiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz Qalandarovman, yaxshimisiz? Bu kishini to'xtatsam bo'lardi, mana kelyapti. Yo'q, endi bilmayman nima sababdan meni to'xtatyapsiz. Ha. Bir minutga ukajon keling. Mana bu kishi ham mayli xolis. Yo'q, menga bu xolislar yo'q-ku o'shani fakt ko'rib. Ikkalamizni suhbatimizga. Yaxshimi? Haqiqatan qoidabuzar harakatlanib keldingiz. Sizni men to'xtatdim. Sizni qoidabuzarlikni tushuntirdim. Yo'q, endi yo'q, bular mana qonun qoida buzganimni bular fakt qilib bera oladimi? Mana bu kishini men to'xtatishim sabab sizlarning xolislikka bu kishi yo'l harakat qoidalarini buzib harakatlanib keldi. Yo'l harakat qoidalarining amaldagi yo'l harakat qoidalarining 86-bandini Ma'muriy javobgarlik kodeksining 128-9 Kamerangiz ishlayaptimi? Boshliq kamera. Yaxshi. Bu kishini shu sababdan to'xtatdim. Bu kishini qoidabuzarligini tushuntirdim. Bu kishi qoidabuzarligini tan olmadi. Xolis sifatida sizlarni to'xtatdim. Ya endi sizlar haqiqatan men qonun buzganim yo'q, qoida buzganim yo'q hozir. Bu yo'q hozir to'xtatyapti. Menga endi bu sizlarni qanday guvoh qilishlari mumkin? Sizlar ko'rmagan bo'lsalar bu holatda. Suhbatga biz